tashlab ketish ham yaxshi emas. Yigitlardan biri sizda o'g'lingiz raqami bormi? Telefon qilsak dedi. Kampir ha, raqami yozilgan varaq bergan edi. Qog'ozda esa kim bu kampirni topib olsa uni qariyalar uyiga olib borsin degan yozuv bor edi. Yigitlar bundan dahshatga tushdilar. Onaxonni o'zlari bilan olib ketishini so'rab 1 soatcha yalinib yolvordilar. Lekin onaxon o'g'li olib ketishga va'da qilganini va hozir kelib qolishini aytib ularning taklifiga ko'nmadi. Farzandidan xavotir ola boshladi. Ikki o'rtoq o'g'li kelib olib ketishini behuda kutib o'tirgan kampirni qoldirib uyga qaytdilar. Ammo ulardan biri uxlay olmadi. Onaxonning qismati nima bo'larkin degan xayolda edi.